Assalomu alaykum. Xabarlar.uz kanali o'z ishini boshladi. Agar kanalda birinchi bo'lsangiz, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Bugun dasturimizda 30 nafar askari sirli vafot etgan Turkmaniston Tolibonga qarshi urushga tayyorgarlikni boshladi. Tezkor xabar: Rossiya O'zbekiston-Afg'on chegarasiga jangovar samolyotlarni yuboradi. Ijtimoiy tarmoqlarda nah virusini yuqtirganlar ko'payib bormoqda. Alisher Qodirov: Yevropa ofat ichida, suv toshqinlari tugamay tornadolar boshlandi. Bizning yoshlarimiz shunaqa, ularni munosib baholamaganlar oqibatda uyalib qoladi. Saida Mirziyoyeva: Namangan hokimi va maxsus ishchi guruh sel balosidan talafot ko'rgan Kosonsoyga bordi. Yevropa ofat ichida, suv toshqinlari tugamay tornadolar boshlandi. 22-iyul kuni ertalab Qora dengiz qirg'oqlarida kuchli tornado sodir bo'ldi. Bu haqda RIA Novosti ma'lum qildi. Qayd etilishicha, tornado Qora dengizning Sochidagi qismida sodir bo'lgan. Biroq dengizda hosil bo'lgan tornado tez orada tugagan. Ma'lum qilinishicha, ushbu hodisaga dam oluvchilar va mahalliy aholi guvoh bo'lgan. Xuddi shunday holat Ukrainaning Krilovka, Azov qirg'oqlarida kuzatilgan. Rossiya O'zbek-Afg'on chegarasida jangovar samolyotlarni yuboradi. Rossiyaning Qirg'izistondagi Kand qo'shma harbiy bazasi Su-25SM hujum samolyoti ekipajlari Afg'oniston bilan chegara yaqinida Rossiya O'zbekiston qo'shma mashg'ulotlariga jalb qilinadi. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi Markaziy harbiy okrugi ma'lum qildi. Mashg'ulotlar 30-iyuldan 10-avgustgacha O'zbekistonning Afg'oniston bilan chegarada joylashgan Termiz poligonida o'tkazilishi rejalashtirilgan. Rossiya Markaziy harbiy okrugining xabar berishicha, mashqlarda Su-25SM hujum samolyotlari guruhi ishtirok etadi. Mashqlar davomida rossiyalik uchuvchilar Markaziy Osiyo mintaqasi davlatlarining hududiy yaxlitligini saqlab qolish uchun jangovar tayyorgarlik vazifalarini bajaruvchi qo'shinlar guruhiga havodan yordam berishadi, deb aniqlik kiritgan harbiy okrug. Shuningdek, Su-25SM ekipajlari shartli raqibning yashirin bazalarini aniqlash, yo'q qilish va ko'chma havo hujumidan himoya tizimlaridan qochish mashqlarini bajaradi. Mashg'ulotlarda Rossiya kontingenti Markaziy harbiy okrugning tinchlikparvarlik bo'linmasi va maxsus bo'limi harbiy xizmatchilaridan iborat bo'ladi. 30 nafar askari sirli vafot etgan Turkmaniston Tolibonga qarshi urushga tayyorgarlikni boshladi. Turkmaniston hukumati mamlakat xavfsizligi bo'yicha favqulodda holat joriy qildi. Davlat Tolibon bilan urushga tayyorlana boshladi, deya xabar bermoqda Free News nashri. Ta'kidlanishicha, Tolibon jangarilarining Turkmaniston chegarasiga kirishi bilan bog'liq Moskvaning avvalgi ogohlantirishlari inobatga olinmagan. 21-iyul kuni Turkmaniston hukumati nihoyat uyg'ongan. Xabarga ko'ra, mamlakat Afg'oniston bilan chegaraga qurollar yubora boshlagan. Vaziyat keskinlashganligi sababli Turkmanistonning Maryam viloyati Shatlik qishlog'ida joylashgan harbiy ombordagi qurollar hozirlanmoqda, deb yozgan Turkmen News nashri. Avvalroq Afg'oniston bilan chegarada Turkmaniston qurolli kuchlarining 30 nafar harbiy xizmatchisi sirli holda o'lim topgani xabar qilingan. Ma'lum qilinishicha, Turkmaniston Mudofaa vazirligi bu borada rasmiy izoh bermagan. Halok bo'lgan askarlarning jasadlari uyga olib ketilgan va ularning qarindoshlariga ularning o'limi harbiy KAMAZ ishtirokidagi avariya natijasida sodir bo'lgani aytilgan. Shu bilan birga qarindoshlarga o'lik askarlarning tobutlarini ochish taqiqlangan. Dafn marosimida harbiy departament vakillari va xavfsizlik xizmatining vakillari ham fuqaro kiyimida qatnashgan. Hatto ularga ham qurbonlarning jasadlariga qarash huquqi berilmagan. Jasadlar topshirilgach, Mudofaa vazirligi xodimlari voqea Ashxobod yaqinida sodir bo'lganligini aytishgan. Ammo o'sha paytda voqea to'g'risida hech qanday ma'lumot oshkor qilinmagan. Shuningdek, ushbu hududdagi avariya haqida hech kim hech narsa bilmaydi. Manbalar harbiy xizmatchilarning jasadlari Turkmaniston-Afg'oniston chegarasini qo'riqlaydigan Taxtabazar chegara postlari joylashgan Meri shahridan olib kelinganligini xabar qilgan. Ko'rinib turibdiki, bu masala Tolibon bilan katta to'qnashuv bo'lib o'tganini anglatadi. Bu haqda rasmiylar yashirishga harakat qilmoqda, deb ta'kidlangan xabarda. Ijtimoiy tarmoqlarda nah virusini yuqtirganlar ko'payib bormoqda. Alisher Qodirov:
Milliy tiklanish demokratik partiyasi raisi Alisher Qodirov 22-iyul kuni Telegram kanalida ijtimoiy tarmoqlarda naq virusi yuqtirganlar ko'payib borayotganini yozib post qoldirdi. Qodirovning tushuntirishicha, nafrat, adovat va hasad kombinatsiyasidagi virus inson qalbi va yuzini qoraytirib, shaxsning o'ziga ishonchini zaiflashtirib, hatto o'z nomini ham unuttirib yuboradi. Xastalanganlarni ijtimoiy tarmoqlardagi izohlardan bilib olish mumkin. Nafrat, adovat va haqorat baqirib turadi. Bu virusni fikrlar emas, nomlar jazavaga keltirishi aytilmoqda. Vaksina topilguncha xastalikni avj oldirmaslik uchun ularni o'qimaslik, ular bilan muloqotni to'xtatish va yakkalab turish tavsiya qilinmoqda. Hali virusni yuqtirmagan negativchilarga: hech kim mukammal emas, xato so'z, xato fikr, xato xulosa. Hech kim xatodan kafolatlanmagan. Fikrni xato yoki to'g'ri ekanligini tahlillar, muqobil fikr, to'g'ri tanqid va munosabatlarda aniqlash mumkin. Aql egalari muhokamada tortishadilar, xatolarini tan oladilar va xulosa qiladilar. Shaxsan men bunday muloqot uchun doimo minnatdorman. Baraka topkur negativchilar, o'zingizni asrang. Muhokamaga idrok va sabringiz yetmaydimi? O'zingizni bunchalar yerga urmang. Eng yaxshisi yoqmagan nom sahifasini o'qimang. Izoh yozmang, sahifadan chiqib keting. Tamom. Kasallanish ehtimolingiz keskin kamayadi. Nomingizni o'zgartirib, SMS yoki Messengerda tahdid qilsam, hech kim meni topolmaydi deb o'ylaydigan xastalikning murakkab darajasiga yetib kelganlar ham yo'q emas. Bu darajaga yetib kelganlarni 50 million so'mgacha reanimatsion retsept yoki 3 oygacha majburiy yakkalash orqali davolash ko'zda tutilgan. Xastalanganlar ham vatandoshlarimiz. Ularga tuzalish uchun yordam beraylik, deb ta'kidlagan Milliy tiklanish partiyasi raisi. Saida Mirziyoyeva: bizning yoshlarimiz shunaqa, ularni munosib baholamaganlar oqibatda uyalib qoladi. O'zbekistonlik 16 yashar Nodirbek Abdusattorov gollandiyalik taniqli grossmeyster Anish Giri ustidan 3-1 hisobi bilan g'alaba qozonib, keyingi bosqichga yo'l oldi. Bu haqda Mass Media fondi Vasiliy kengashi raisi o'rinbosari, O'zbekiston Respublikasi gender tengligini ta'minlash bo'yicha komissiyasi a'zosi Saida Mirziyoyeva o'zining Telegram kanali orqali ma'lum qildi. Eng qizig'i, Nodirbek xalqaro reytingda 127-o'rinni egallagan bo'lsa, uning raqibi Fight Jahon Kubogi turnirining asosiy favoritlaridan biri Anish bu reytingda naqd 8-o'rinda edi. Bu o'yin katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Bizning yoshlarimiz shunaqa, ularni munosib baholamaganlar oqibatda uyalib qoladi. Iqtidorli sportchilarimizga, umuman yigit-qizlarimizga ozgina imkon, turtki berilsa bo'ldi. U yog'ini eplab ketishadi, deb ta'kidlagan Saida Mirziyoyeva. Namangan hokimi va maxsus ishchi guruh sel balosidan talafot ko'rgan Kosonsoyga bordi. Namangan viloyati hokimi Shavkatjon Abdurazzoqov Kosonsoy tumanida kuchli yog'ingarchilik va seldan zarar ko'rgan mahalla va xonadonlarda bo'lib, aholi bilan muloqot qildi. Viloyat hokimining maxsus ishchi guruhi 20-iyul kuni kuchli yomg'ir oqibatida Bo'ston mahallasi aholisi yashash xonadonlari kuchli sel oqibatida talafot ko'rgan. Ishchi guruh seldan katta talafot ko'rgan xonadonlarda bo'lib, holatni bartaraf etish choralarini ko'rib, ko'makka muhtoj xonadonlarga yordam ko'rsatish bo'yicha ko'rsatmalar berilgan.